Dilshodaxon, Nabi, oyoq kiyimi bo'tga qo'ymay ojonni ko'rsa jahllar chiqadi. Men shuni deb yengilligini 2 oyga eshitganman. voy yaxshi emas, hozir olib qo'yaman. Tom chashkalanchi, mamlax qilib qo'ying. Ojon ko'rsa jahllar chiqadi, chang tushadi ichiga deb. Men shuni orqasidan 2 oyga eshitganman. Yaxshi ham borsa, pachon bo'ldi tushundim. Pultchi, mamlax qilib qo'ying. Ojon kelib pul tushashlari bilan televizor yonib ketish kerak. Konditsioner pultini ojonni yostuvlarni yoniga qo'yib qo'ying. Yana qidirib yurmasinlar. Dilshodaxon, pardanichi yoyib qo'ying, yig'ib qo'ymang. Ojonga yoyib qo'yilgan yoqadi. Men shuni deb yengilligimda 2 oyga eshitganman. Tushundim. Dilshodaxon, sizga ozgina yetmaydi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Uylarni kim yig'ishtirdi? Dilshodaxon yig'ishtirdilar oyijon. Ko'rdingizmi Feruza? Bilib didimdek ishlarni qilyapti. Siz 2 oy gap eshitgansiz shuni orqasida. Voy oyijon, bularni hammasini o'zim bilib yig'ishtirdim deyim. Malades kelinman-ku oyijon. Kris ekan-ku bu.